banallohu qasran fil jannah. Qarang hadisni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ahmadning musnadlarida kim agar qul huvallohni 10 marotaba o'qisa, 10 ta o'qisa, Alloh taolo jannatda unga bir qasr barpo qiladi. Rasulullohdan so'rashdi: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz mana shu 10 talikdan ko'p o'qib qo'ysakchi? 100 ta 10 talik, 1000 ta 10 talik, 10,000 marta 10 talik o'qib qo'yish mumkin-ku mana umr davomida. 10 ta ixlosni taqriban 3 daqiqada o'qiymiz, masalan. Biz mana shu 10 talikdan ko'p o'qib qo'ysakchi deganlarda Alloh taoloni fazlu karami keng dedilar. Mana bizda bugun 10 ta uy bo'lsa, 20 ta uy bo'lsa, 100 ta uy bo'lsa nima deymiz? Bo'ldi deb yuboramiz-da. Bo'ldi, boshqasi kerak emas deymiz. 100 ta uyimiz bor. Alloh taoloning fazlu karami keng. 10,000